Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining navbatdagi sessiyasida Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputatlari, masalalarga aloqador mutasaddi tashkilot vakillari ishtirok etmoqda. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashiga saylangan 24 nafar deputatdan 20 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan kvorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushdi. Ushbu taklifni ovozga qo'yamiz. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 12-nur saylov okrugidan saylangan deputat Pirimqulova Munisaxonni sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, taklif qilingan nomzodga ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, tasdiqlandi. Deputat Pirimqulova Munisaxon sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z joyingizni egallashingizni so'rayman. Marhamat. Sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Vaqtdan unumli foydalanishimiz maqsadida ma'ruza uchun 10 minutgacha, savollar uchun 5 minutgacha, ma'lumotlar uchun 5 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, ushbu ish tartibini tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, sessiya ish tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibidagi masalalar sizlarga tarqatilgan, tanishib chiqqansizlar, to'g'rimi? Hammasi o'sha o'zimizni kengash gruppasida. Kun tartibi yuzasidan kimda qanday takliflar bor? Agar boshqa savol, taklif bo'lmasa, kun tartibini qabul qilish bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahrida Olmazor tumani tajribasi asosida tashkil etilgan loyiha guruhlarini yo'l xaritasiga muvofiq 2026-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar taqdimoti to'g'risida so'z shahar hokimining birinchi o'rinbosari Jo'rat Rahmonovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilari, hurmatli mujohidlar, Asrovich. Bugungi tartibli masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-5 tartib 49 sonli qarorlari hamda Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 6-yillardagi 4-sonli bayonini 9-bandiga asosan mana shu Olmazor tajribasi bo'yicha loyiha guruhlari va ularning yo'l xaritalari va ularning 2026-yilda amalga oshirish lozim bo'lgan ishlarning chora-tadbirlari ushbu kengashlarda taqdimot tariqasida kiritilib, kengashlardan tasdiqlanish belgilangan. Demak, Chirchiq shahrida Olmazor tumani tajribasida asosan 18 ta mahallani qamrab oldik. 18 ta mahallalardan iborat 6 ta loyiha guruhlari tashkil etdik. Bularni tashkil etish natijasida biz yil yakuniga shunday nimaga erishishimiz, ko'rsatkichlarga erishishimiz kerak. 316 ta yangi tadbirlar tashkil etishimiz kerak. Bularning hisobiga 1860 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, aholi bandiga, ayniqsa kambag'al oilalardagi mehnat loyiha oiladagi mehnat loyihasidagi oila a'zolarini qamrab olish va bularning hisobiga 2026-yilda Chirchiq shahrini kambag'allikdan va ishsizdan xoli aylantirish vazifalarini o'z zimmamizga olganmiz. Demak, birinchi loyiha ofisi Adolat mahallasi tashkil etiladi.
bu o'sha bizga 29 million 7 milliard so'm ajratilgan. Ya'ni adolatni o'ziga biz 2-3 mahallani biriktirdik. Adolat, shodlik, Semru mahallalarini shu bitta loyiha ofisi tashkil etilib, bularda 21 milliard IT parkga mablag' ajratilgan. Bundan tashqari 7 milliard 800 adolat mahallasida 8 milliard 700 adolat mahallasida o'sha salomat yo'laklarda, yashil zonalar, sayyohlar buni bilan ko'z o'ngida kelishuv mana shu 24 Quyosh mahallasidagi xiyobonimizni sizlarga namuna ko'rsatsam bo'ladi. Misol ana shu joyda 76 savdo servis xizmatlar ko'rsatish shoxobchalari ochiladi. Bu joyda demak 685 ta ish o'rinlari yaratilib, bir yilda qo'shimcha hozirgidan tashqari, hozir bunga tushayotgan mablag' tashqari 7300 mablag'lari byudjetga jalb qilish ko'zda tutilgan. Demak, o'sha adolatni hisoblaganimizda 50 ko'chamizdan boshlab toki shodlik, Semru mahalla qabul olgan holatda o'sha yerda shu kun mablag'lar hisobiga IT park, yangi IT parkimiz quriladi, bitta servislarimiz rivojlanadi. Adolat xo'jaligi tomonidan infratuzilmani va o'sha jozibadorlikni oshirib, insonlarni bolalar ustiga jalb qilish natijasida yangi joylarimizni ko'chma savdolar orqali tadbirkorga berish orqali tadbirkorlar rivojlanib, ularning natijasida ish o'rinlari yaratamiz. Ikkinchi loyiha ofisimiz yoshlik mahallamizda ikkinchi loyiha ofisimiz yoshlik, Nur, Mirzobod 3 ta mahallani qamrab oladi. Ikkinchi loyiha ofisimiz bunda demak yoshlik mahallasini hukmdorlari Surdaliyev bunga boshchilik qiladi. Demak, bu xabarlar bor hammamizni yangi qurilgan Olimpiya to'yxonamiz oldida 86 so'l atrofida bo'sh yer maydonimiz bor. Ana shu bo'sh yer maydonimizni hozirgi o'zimiz ko'cha tuzilmagan Mirajdan to poyezd yo'lgacha bo'lgan yo'l shu Toshkentga parkka yuborilgan yo'l hisobiga bu yerda 12 milliard 850 million so'm mablag' ajratilgan. Mana shu 3 ta mahallani qamrab hisobiga bu yerda 24-7 faol ko'chasini tashkil etamiz. Bu yerda 43 ta yangi tadbirkor subyektlari tashkil etiladi. Mavjud tadbirkor subyektlari infratuzilma rivojlangan 24 soat ishlash hisobiga qo'shimcha smenalar ochish hisobiga yana qo'shimcha ish o'rni yaratiladi. Shuning hisobiga 107 ish o'rinlari va byudjetga har oyiga 1 milliarddan ortiq qo'shimcha mablag' jalb qilish imkoniyatimiz bor. Demak, uchinchi loyiha ofisimizga xizmat va savdo huquqini rivojlantirish bilan xuddi shunday 24 ko'cha. Bu yerga uchinchi loyiha ofisimizga Istiqlol, Ishonch, Bobur mahallalari, hammamizga ma'lum 25 maktab 2 bog'chamiz oldidagi yo'limiz bor. Ana shu yo'limizga mablag' ajratilgan, hisobiga 3 ta mahallani bir-biriga bog'lab, o'sha ko'chani oxirigacha ochib Bobur mahallasiga ulab yo'llab ochish hisobiga ana shu hududimizda yerlarda shu jozibadorlikni oshirib, auksionga chiqarib, ko'chma savdo orqali tadbirkor subyektlarini yaratamiz. Ana shu 55 ta qo'shimcha tadbirkor subyekti yaratish rejalashtirilgan. 155 ta ish o'rinlari va byudjetga har oyida 4,1 milliard so'm qo'shimcha mablag'lar tushirish ko'zda tutiladi. Demak, 4-chi loyiha ofisimiz bu madaniyat mahallamizda, shu madaniyat mahallamizda o'zimizni oddiy tilmagan Go'rgazda oldidan kelgan o'ng tomonda bo'sh katta xiyobon maydonimiz bor. U joyda ham hozir kunda prezident hisobidan ajratilgan 298 mablag' qaror bo'yicha mablag' ajratilgan 10 milliard. Undan tashqari sal hozir yurganimiz Hamza Navro'z ko'chalariga tushamiz, hozir Zakovat ko'chamiz, ya'ni Hamza Navro'z mahallalari qamrab oladi. Ikkalasiga qariyb 15,6 milliard so'm ajratildi. Ya'ni bu hududda ham o'sha 24 faol ko'cha, yonida katta park, shu parkni obodonlashtirish, har xil jozibadorlik, o'sha yoritishlar, pantarlar, o'rindiqlar va hokazo infratuzilmani rivojlantirish hisobiga 64 ta yangi tadbirkor subyektlari ochilishi ko'zda tutilgan. Bu tadbirkor subyektlar hisobiga 290 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi va 4,4 milliard so'm byudjetga qo'shimcha mablag'larni jalb qilishni ko'zda tutganmiz. Va bunga bor kuchimiz bilan, harakatimiz bilan erishamiz, xudo xohlasa. Demak, 5-chi loyiha ofisimiz kimyoga. Bu kimyoga mahallasida 3 ta mahallani o'z ichiga qamrab olgan. Bahor, Quyosh mahallalari, Kimyogar mahallasi loyiha ofisiga rahbar qilib Pirimqulova Munisaxonni tanlaganmiz. Demak, bu yerda 17,2
17 milyard 960 million so'm ajratildi. Buni demak birinchi boshqa o'zi driver politsiya misoliga 490 misol qarordan boshlandi va hozirgi kundagi 218 sonli qarorimizga ular ketadigan loyiha hujjatlariga buni qo'shib hammasini bog'laganmiz. Endi bu yerda yangi 38 tadbir subyektlar tashkil etiladi, 230 dan ortiq ish o'rinlari yaratilib, byudjetga 3,6 million so'm mablag' tashkil. Oxirgi 6-chi loyiha ofisimiz demak sohil bo'yi hamma xabaringlar bor. O'sha yangi daryo kafes muolga uchun bo'lganimizda 12 gektarli alohida orolchamiz bor. Ana shu orolchaga alohida mablag' ajratilgan 12 gektar yerga 18 million 400. Ana shu orolchalar atroflarini mustahkamlash, o'shani infratuzilmani tortib borish, yo'lni yaxshilash, suv, kanalizatsiya olish hisobiga bu joyda ham jozibadorligini oshirib, shu joylarda ko'chma savdo orqali yengil konstruksiyali o'sha shali kapsula shunga nimalar qo'yilib, bu yerda ham 38 ta atrofida biz rejalar bo'yicha tadbir subyektlar yaratiladi, 350 dan ortiq ish o'rinlari yaratiladi. Har yil byudjetga 3,6 million so'm qo'shimcha mablag' tashkil etiladi. Buni bog'lab ketganimiz Yassaviy, Birlik, Alisher mahallalarini ana shu hozir fransuzlar bilan bir jahon banki mablag' hisobiga katta loyihalar amalga oshirilyapti. Hozir shu nimamiz 12 gektar yerimiz oxiri borib 11 gektar 11 kilometrlik Chirchiq daryosi bo'yidagi shu xalqaro moliyaviy tomonidan amalga oshirilayotgan jozibadorlik oshirish bo'yicha loyihalar ketadi. Bu bo'yicha qaror loyihalari kiritilgan. Qo'shimcha savollar bo'lsa javob berishga tayyorman. Bular natijasida jami 314 tadbir subyektlar yaratiladi. 1860 ta ish o'rinlari yaratilib, byudjetga qariyb yiliga 24,2 milliard so'm mablag' ajratiladi. Bularning hisob natijasida biz bu yil o'zida 100 milliard so'm byudjetga qo'shimcha mablag' 100 milliard so'mga yarasha o'zimizning Chirchiq shahridagi sohalarda infratuzilmani yaxshilash, moddiy texnik bazani mustahkamlash, hokazo ish rejalarini dasturlarda tasdiqlagan. O'shaning uchun qaror loyihasi dasturimizda o'sha byudjet, xarajatlar va daromadlar bo'yicha ilovalar sifatida taqdim qilingan. Savollar bo'lsa marhamat, savollar bo'lsa shuni tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Muhokamaga bo'lsak, kimdir qanaqa savollar, takliflar, marhamat. Shuncha loyihalar yurtibdi, juda yaxshi, xabarimiz bor. Muddatlari qachon boshlanish qilish masalalari? Muddatlari hozirgi kunda deyarli hammasi ekspertiza o'tdi, hammasi hozirgi kunda o'sha yagona buyurtmachi injiniring kompaniya tomonidan o'rtaga chiqarilgan. 3-iyulda o'sha bizda har bitta mulkimizni egalab yutib, tadbirkorlar tomonidan, quruvchilar, pudratchi tomonidan ishlar boshlandi. 3-iyul oxirgi sana boshlanishi. Yana savollar bor. 3-iyulda boshladik. Xudo xolasa birgalashib kontrolga bog'laydi. O'shanga nazoratga bog'liq, davlat deb turishimizga bog'liq. Shu 24 soat ish tashkilasi birimiz ketib, birimiz o'rniga kelib, ularni qancha o'z holiga qo'ymasak, shuncha yuqori natijaga qismlarda erishamiz. Qaror loyihasi dekabrda topshirish kerak. Dekabrda topshirish kerak. Bu ham to'liq topshirish kerak. 298 prezidentimiz qarori. Yana savol. Boshqa savollar yo'qmi? Demak, bu doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan, hammasi o'rganilgan, har bir loyiha, har bir taklif, summalari. So'z xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmuda Zakirovaga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Doimiy komissiya tomonidan Chirchiq shahrida Olmazor tumani tajribasi asosida tashkil etilgan loyiha guruhlarining yo'l xaritasiga muvofiq 26-yilda amalga oshirilgan chora-tadbirlar taqdimoti to'g'risida qaror loyihasi to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi va qaror loyihasi ishlab chiqildi. Doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Rahmat.
Agar boshqa savollar, fikrlar, takliflar bo'lmasa, mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahar byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. So'z shahar hokimi birinchi o'rinbosari Jur'at Rahmonovga. Marhamat. Honorable Assalomu deputatlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-2029 maydagi talablar 139 qaror qabul qilingan. Qaror 5-bandga asosan 24-25 yillarda mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan bolalar sog'lomlashtirish va aholi salomatligini tiklashi ko'magiga jamg'arma tashkil etilgan. Bu jamg'armasiga jami Toshkent viloyati bo'yicha 24 milliard 800 million so'm miqdorida mablag' ajratish belgilangan. Shunga mos ravishda biz Chirchiq shahrimizga ulush sifatida 627 million so'm mablag' ajratish belgilangan. Demak, shu qarorda ajratilgan mablag'lar jamg'arma orqali 3-ilovada keltirilgan yo'nalishlarga sarflanish, ya'ni o'sha oromgohlarni qurilishlariga qarash, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Bildirsor oromgohi nazarda tutilyapti. Fuqarolar farzandlarini oromgohlarda dam olishni tashkil etishda ularning moddiy texnik bazasini saqlash va mustahkamlash va faoliyatini tiklash bo'yicha yo'nalishlar belgilangan sarflashda. Bundan tashqari qarorda viloyat bo'yicha Orzu, Ohangaron tumanidagi Orzu hamda mavsumdan tashqari ijaraga beriladigan Anor va Ugam Bo'stonliq tumanida joylashgan oromgohlar ko'zda tutildi. Shu bilan birga viloyat hokimi birinchi o'rinbosarining 2026 yil mayda 23-30 turib umr sonli xati va Prezidentimiz administratsiyasi 2026 yil aprilidagi PA 1-67-57 sonli topshiriqli xatlar bizga yetib kelgan. Shu topshiriqlarga asosan mablag' ajratilishi va jamg'arma o'tkazilish va shu yuzasidan a'zoyi bartarafga chiqish qat'iy talablar kelib tushdi. Shu munosabat bilan Chirchiq shahriga rejasiga asosan 627 million so'm mablag'ni yarmi 314 million so'mni hozirgi, ya'ni ikkinchi chorakda yer sotishdan tushgan tushumlar mablag'ini qoplab tursa, 313 million so'mni bosqichma-bosqich keyingi chorakdagi byudjetga mablag''lardan qoplab berish taklifi kiritilgan. Shu taklifni ko'rib berishga so'rayman. Rahmat. Muhokamaga o'tamiz. Kimda qanaqa savollar, takliflar bormi? Marhamat. Sangidan bitta adashilganmi? 314 ming so'm bo'lib qolgan. Ha, 314 million. Taklif berib adashilganmi? Ha, bitta ming so'm deb yozilganda 314 qo'yilgan. O 314 ming so'm bo'lib qolgan. 314 million so'm u bo'yicha so'raymiz. Sherzod, texnik xato qaror Qaror loyihasida milliard so'm bo'lgan. 314 milliard so'm. texnik xato 314 milliard. 327 million. 314 million. Million to'g'ri. Rahmat. Yana savollar bo'lmasa, so'z xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmud Zakirovga. Marhamat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, 26-yil 5 oy davomida elektron savdo maydonchasidagi uchastkalarga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushgan tushumlar hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi va qaror loyihasi ishlab chiqildi. Doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos hisobiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini so'raydi. Savollar, fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Rahmat savol. Kun tartibidagi 3-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahar prokurori adliya maslahatchisi Murodovning 26-yil 1-oy davomida shaharda qiynalgan vaziyatni yaxshilash bo'yicha ko'rilgan choralar haqidagi axborot to'g'risida. Marhamat.
hurmatli deputatlar, hurmatli yosh qatnashchilari, shahar hududida kriminal vaziyatni yaxshilash bo'yicha ko'rilgan choralar bo'yicha axborotni bordi. Qisqacha o'shani o'qib eshittirmoqchi edim. Eshitishdan oldin joriy yilda shahar prokuraturasi tomonidan jami 54 ta tekshirishlar o'tkazilgan. Ushbu endi-chi qizil Chirchiq prokuraturasi tomonidan joriy yilda 54 ta rejaga tekshiruv o'tkazilib, ularda jami 1089 ta qonunbuzar aniqlangan. Ushbu qonunbuzarlar bo'yicha 80 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 63 nafar mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarligi, 19 nafar intizomiy javobgarlik tortilgan bo'lsa, mutasaddi tashkilotlarga 50 ta ta'minotlar kiritilgan hamda 87 nafar shaxslar qonun buzilishi sodir etmasligi yuzasidan ogohlantirilgan rasman. Noqonuniy hujjatlarga 90% keltirilgan va ushbu ta'sir choralari natijasida 890 nafar fuqarolarning huquqlari tiklangan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 15/11/2026 yilda sudga mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilgan qonun ijrosi yuzasidan viloyat hokimligi va viloyat prokuraturasi ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya, O'zbekiston uyushmasi, mahallalar uyushmasi, viloyat boshqarmasining qo'shma qarori qabul qilingan. Bu borada amalga oshirilgan ishlar Chirchiq shahar bo'yicha ham o'rganilganda shahar mahallalarida kriminal vaziyatni barqarorlashtirish hamda yangicha yondashuv asosida huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini tashkil etish bo'yicha shaharning birinchi choragi uchun mo'ljallangan 14 ta banddan iborat manzilli chora-tadbir yo'l xaritasidan chiqilgan. Ushbu yo'l xaritasiga asosan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berilgan rasman. Shuningdek, jinoyatchilikni mahallabay jilovlash, aholining kunlik ijtimoiy maishiy muammolarini fuqarovoy hal etish borasidagi yangicha yondashuv tizimi yaratib berilgan. Shulardan kelib chiqib, joriy yilning o'tgan 3 oy davomida birinchi oy bo'yicha shahar hududida huquqbuzarliklar barvaqt profilakasini ta'minlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Bo'lsa-da, umumiy jinoyatchiligimiz joriy yilning 3 oyida 194 tani tashkil qilgan. Shu bilan bir qatorda Chirchiq shahar hududida jami 39 ta mahallalardan 2 tasi qizil hududga tushib qolgan. Ushbu qizil hududlarimiz Humo va Navoha mahallalari hisoblanib, asosiy qizil hududga tushish sabablaridan biri o'g'irlik jinoyatlari sabab bo'lgan. Endi aynan shu o'g'irlik jinoyatlarini kelgusida takrorlanmasligini oldini olish, ya'ni xonadonlarda o'g'irlik, jumladan ko'p qavatli uylarda qo'riqlovga olish bo'yicha, texnik qo'riqlovga olish bo'yicha jami 230 ta texnik qo'riqlovga olingan xonadonlar. Shu bilan bir qatorda tashqi tugmalar o'rnatilgan 40 ta. Endi tashqi tugmalar aslida o'rnatilgan hammasi ko'p qavatli uylarning kirish qismlariga, ya'ni podyezdga o'rnatilgan. Buning maqsadi o'sha hududda, o'sha joyda bezorilik yoki bo'lmasa oilaviy zo'ravonliklarni oldini olish bo'yicha o'rnatilgan. Shu bilan bir qatorda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlov xizmat tomonidan texnik qo'riqlovga olish 51 nafar, 52 ta savdo va maishiy xizmat ko'rsatishlar texnik qo'riqlovga olingan. Shahar hududidagi 39 ta mahallalar uchun yo'l xaritasi ishlab chiqilib, 7 ta kriminal vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarga birinchi darajali rahbar va ularning o'rinbosari nomidan biriktirilgan. Bu PK 2 qaror bor. Shu qaror asosida qatorda ma'lum biriktirilgan yoshlik mahallasi ichki ishlar boshlig'iga, o'rinbosariga hokim o'rinbosarlariga shuni ham ta'kidlash joizki, jinoyatning umumiy turlari oshgan bo'lsa-da, o'tkazilgan profilak tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida oldini olish mumkin bo'lgan ijtimoiy xavfli qilmishning eng og'ir turi hisoblangan qotillik, nomusga tegish va bosqinchilik jinoyatlari sodir etilmagan. Joriy yilning birinchi choragiga Chirchiq shahar hududida kriminal vaziyatdan og'ir deb topilgan toifadagi 7 ta mahallalarga 65 ta yoki har birida 4 marotaba o'rganishlar o'tkazilib, 92 nafar aholining bandligi ta'minlangan. Muqaddam sudlangan hamda ma'muriy nazoratda turgan 135 nafar shaxslar bilan individual tartibda suhbatlar o'tkazilgan. Bu ichki ishlar tomonidan o'tkazilgan tadbirlar. Shu
Shu bilan bir qatorda Milliy gvardiya tomonidan aholi gavjum joylarida ko'chalarga video kuzatuv kameralari 22 ta o'rnatildi. Ko'p qavatlilar va tartibdagi uni o'qib eshittirdim, ya'ni 230 ta tashkilotlar o'rnatilganligi. Qizil va sariq toifadagi mahallalarda o'g'irlik jinoyatlarini sodir etilgan ko'chalardagi ro'yxatda shakllantirilgan savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektlariga ham tashkilotlar o'rnatilgan. Shuningdek, qisqa o'g'irlik jinoyati sodir etilishini oldini olish maqsadida bozorlar, savdo komplekslar, savdo do'kon va rastalarga o'rnatilgan texnik vositalar, ya'ni 3 ta video kuzatuv kameralari, 2 ta tashvish chaqiruvchi signalizatsiya, 10 ta tashvish tugmalari o'rnatilib, birinchi chorak uchun berilgan reja bajarilishi ta'minlangan. Mahallalarda joylashgan fuqarolarning ogohlikka chaqiruvchi hududda kamera nazoratida, obyekt qo'riqlovida va xonadon qo'riqlovida kabi 300 ta stikerlar o'rnatish ta'minlangan. Ichki ishlar bo'limi tomonidan esa kriminal vaziyatni og'ir mahallalarga biriktirilgan rahbarlar tomonidan yo'l xaritalarining 3-bandiga 92 ta, mahalla yettiligining ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish maqsadida 14 ta o'quv seminarlari o'tkazilgan. Shu asosan aholi huquqlari ongi va madaniyatini yuksaltirish borasida 17 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Shundan voy yigitlar o'rtasida 10 ta, xotin-qizlar o'rtasida 15 ta, tarbiyasi og'ir yoshlar o'rtasida 15 ta, provokatsiya hisobida turgan shaxslar o'rtasida 10 tani tashkil qilgan. Amalga oshirgan ijtimoiy profilaktika tadbirlari natijasida huquqbuzarlik sodir etishi va yoki undan jabrlanishi ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar uchun 1002 ta xulosalar berilib, shundan 937 tasi maishiy ijtimoiy sohadagi muammolarni hal etilishi ta'minlanib, 65 ta xulosalar o'rganish jarayonida. Notinch ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish bo'yicha jamoatchilik kengashlarni jalb etgan holda 86 ta imom xotib va ota-onalarni jalb qilingan. Mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha mahalla aholisi o'rtasida 125 ta jinoyat muhokamalari o'tkazilgan. Aholini firibgarlik jinoyati qurboniga aylanmasligini oldini olish maqsadida ularni bu kabi jinoyatlarning yangi turlari va ularning sodir etilishi usullari haqida ogoh qilish hamda ulardan himoyalash bo'yicha 46 ta tadbirlar o'tkazilgan. Shu qatorda yana qo'shib chiqib ketmoqchiman, firibgarlik jinoyatlarining qurboni bo'layotgan holatlar bo'yicha Chirchiq prokuraturasi tomonidan joriy yilda 9 ta bilan bog'liq firibgarlik, fuqarolarni aldab pullarni o'zlashtirish holatlarini jinoyat qo'zg'atilgan bo'lsa, shundan 3 tasi aynan 17 milliard so'm tashkil qilgan. Biz gruppa odamimiz shu jabrlanuvchilarimiz hozir tergov harakatlariga yetib 231 nafarni tashkil qiladi. Hammasi nomiga kredit olib, kredit pullarini yig'ilgan va hozirda ish bo'yicha jabrlanuvchi odamlarni tanigamiz, aksiya qilamiz. Yaqinda bundan tashqari yana bitta guruh ochilgan, bu gruppaning faqat jabrlanuvchilar 15 ta, bu bo'yicha aniqlangan zararimiz faqat 2 milliard. Hozir bu bo'yicha tergov ketyapti, ular ma'lum. Bu bo'yicha biz internetga ham chiqamiz, berganmiz, shu fuqarolar o'rtasida shunaqa holatlar mavjud bo'lsa, murojaat qilishliklari bo'yicha ichki ishlar organlariga tergov harakatlariga shahar mas'ullari tomonidan yoshlar bilan 189 ta tadbir o'tkazilgan. Maktabda o'qiyotgan davomat o'quvchi o'spirin o'rtasida 23 ta tadbir o'tkazilgan. Kriminal vaziyat og'ir mahallalarda shakllantirilgan 10 ta ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlarning muammolari hal qilinib, bir o'rtasining reproduktiv salomatligini mustahkamlash bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Qisqa toifadagi va kriminal vaziyat og'ir mahallalarda shakllantirilgan 92 ta ishsiz shaxslarning bandligini ta'minlash borasida ishlar tizimli yo'lga qo'yilgan bo'lib, 72 ta fuqaro kasbga o'qitilib ishga joylashtirilishi ta'minlangan, 20 ta ishsiz fuqaro kasbga yo'naltirilgan. Chirchiq shahar prokuraturasi tomonidan davlat rahbarining 15/26-yildagi PQ sonli va PQ 2 sonli qarorlar ijrosi mahallalarda huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarning ijtimoiy maishiy muammolaridan shahar ichki ishlar bo'limi xulosalariga asosan tezkorlik bilan hal qilish nazoratga olingan.
Shu bilan birga Vazirlar Mahkamasining 30/11/2024 yildagi obod va xavfsiz mahalla ta'minot asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimini samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 8 sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomning birinchi bandida ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlar sifatida mahalla raisi, hokim yordamchilari, inspektor, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari belgilangan. Biroq barcha mahallalarda ham ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiruvchi subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish hamda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini yakunlashda sustkashlikka yo'l qo'yilmoqda. Ushbu sustkashlikka yo'l qo'yilgan mahalla yetkililardan bugungi kunda 12 nafar intizomiy boya o'qib eshittirganimda intizomiy tortilgan shaxslarni o'qib eshittirdim. Shuning ichida 12 nafari aynan mana shu PPD ijrosi bo'yicha mas'uliyatga yo'l qo'ygan mahalla yetkililari intizomiy joydan tortilishgan. Yuqoridan kelib chiqib har bir mas'ullardan shahrimizda sodir etilayotgan yoki etilishi mumkin bo'lgan har bir buzarlikka befarq bo'lmasliklari, ayniqsa farzandlarni tarbiyasiga alohida e'tiborli bo'lishlari yo'q qolaman. Bu borada kiritilgan vaziyat og'ir va juda sodir etilgan mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarning ahvoli va natijalari bo'yicha mas'ul idora va muassasalar bilan tanqidiy muhokamalar o'tkazilib, o'z vaqtida mas'uliyatsizlikka bilan yondoshgan xodimlar intizomiy javobgarlikka tortilgan va prokuratura hujjatlari undan keyin tegishli tartibda qo'llanib kelgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlarida yoshlar va voyaga yetmagan maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilayotgan buzarlik va jinoyatlar bizni xavotirga solayotganligi sababli yoshlarning xavfsizligini davlat xavfsizligi bilan tenglashtirib, endilikda har bir tuman shaharlarda hokimlardan boshlab barcha huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, shu qatorda Chirchiq shahridagi 149 nafar qo'rqatuvchi og'ir va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yoshlar biriktirilgan, otalib qolingan. Shu qatorda shahar prokuraturasiga ham 14 nafar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yoshlar biriktirilgan. Shahar prokurori tomonidan ushbu yoshlar bilan doimiy ravishda joriy muloqotlar o'tkazilib, ularning muammolarini o'z yechimini topib kelmoqda. Shuningdek, davlat rahbarining joriy yilning 24-fevral kuni yoshlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda har bir mas'ul shaxslarga aniq vazifalar belgilanib, har payshanba yoshlar kuni belgilanganligi bois maktab yoshidagi yoshlarimiz tomonidan jinoyat va huquqbuzarlik sodir etilishiga ularning qonunni tushunmasliklari, qanunsizliklari, ta'lim muassasalari bitirganlaridan so'ng tahlikali zamonga hunar yoki daromad manbaiga ega bo'lmagan holda kirib kelishlari sabab bo'layotganligini o'tga olib, shaxsan prokuratura shu shahar prokurori tomonidan maktablarda yoshlar bilan ochiq muloqotlar doimiy ravishda o'tkazilib, ularga shu yoshlar tomonidan asosiy sodir etilayotgan jinoyatlar tahlil qilinib, ularga o'qib eshittirilgan. Asosiysi ularda 104, ya'ni qasddan og'ir tan jarohat yetkazib, 105, ya'ni o'tirish tan jarohat yetkazgan jinoyatlar sodir etilganligi uchun ushbu jinoyat sodir etilish sabablari va kelgusida ushbu jinoyat sodir etganligi uchun qanday jinoiy javobgarligi borligi tushuntirib o'tilgan va ularga kelgusida yana shunaqa holatlar takrorlanmasligi bo'yicha materiallar tarqatilgan. Bu boradagi ishlar shahar prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan, qaror ijrosiga mas'ullar tomonidan qonun buzilishi holatlari aniqlangan taqdirda ta'sirchan prokuratura hujjatlar qo'llanishi ta'minlanadi. Muhokamaga o'tamiz. Kimda qanaqa savollar, takliflar bor? Agar savollar, fikrlar bo'lmasa, so'z xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahamadjon Qurbonov. Xalq deputatlar Chirchiq shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Chirchiq shahar prokurori Abdubekovning kutilmagan vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, omillarni bartaraf etish bo'yicha 2026 yil birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborot ko'rib chiqildi. Komissiya muhokamasi jarayonida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining
20 fevral 2024 yildagi 687 sonli qaror talablari inobatga olindi. Yuqoridagilarga asosan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos va asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Rahmat. Eğer boshqa savollar, fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, yo'q, betaraflar. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 4-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Mahallalarda, ta'lim muassasalaridagi yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli va samarali o'tkazishga qaratilgan dolzarb 90 kun amaliy tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida. So'z shahar hokimi o'rinbosari Ulfat Saidov. Assalomu alaykum. Hurmatli rais Maqsadovich, Murodjon Komjonovich, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Administratsiya rahbarini 23-maydagi 27-36 sonli xat kelgan. Shu xatga asosan Chirchiq shaharida viloyat hokimi bayonnomasi ishlab chiqilgan. 27-90 sonli. Unga asosan shahar hokimining 15-iyundagi 6-sonli yig'ilish bayoni qabul qilingan. Bayonga asosan jami ikkita yo'nalishda 90 kunlik tadbir o'tkazish belgilangan. Bunda 4 ta maktab tanlab olingan. Bizda 7, 5, 11 va 14-sonli maktablarda yozgi sog'lomlashtirish maydonchalari tashkil etish va unga 500 rejaga asosan 550 nafar yoshlarimiz qamrab olish kerak. Bu 7-sinfgacha bo'lgan yoshlarimiz maktabda jalb qilinadi. Bular ertalab 8 dan 9gacha sport tadbirlariga jalb qilinadi va undan keyin o'zlarining qiziqishidan kelib chiqib to'garaklarga jalb qilinadi. Bu 5 ta maktabda tashkil qilingan, asosiysi 4 ta maktabda tashkil qilingan, qo'shimcha 3 ta maktabda qo'shimcha joriy qilingan. Bu hozir faoliyat yurityapti, jalb qilingan hammasi. Muammomiz yo'q. Shaxsan shahar hokimimiz o'z nazoratida. Bundan tashqari Toshkentda asosan yana mahalladagi uyushmagan yoshlari mahalla hamkorligida yoshlar yetakchilari bilan birgalikda shu 25 ta maktabda sport zallarida 90 kunlikda 2025-yilda ham amalga oshirilgan. Bu yoshlarimizni vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha mahalla raislari, yoshlar yetakchilari bu yoshlarni jalb qiladi. Aynan mahalladagi uyushmagan yoshlar. Shu topshiriqqa asosan Chirchiq shahari 23 ta banddan iborat dastur qabul qilingan. Bu dasturda aynan birma-bir ko'rsatib o'tilgan qachon qaysi tadbir qayerda o'tadi, bu mas'ullari kim, har bittasiga buni shahar hokimimiz o'z bayonida ham tasdiqlab belgilab bergan. Bu doimiy komissiya ko'rildi, rojinaga boshchiligida bu muhokama qilindi. Hurmatli deputatlar, shuni vaqtdan foydalangan holda shu dasturda tasdiqlab berishlarini so'rayman. Savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Kimlarga takliflar, savollar? Hozir bu masalani lekin rahmat bizlar deputatlarimiz ham har biri har doimiy komissiya joyiga ham chiqib bo'lgan, dolzarb 90 kunlik hozir ko'riladigan inklyuziv maktablar masalalari, oromgohlar deputatlar ko'rib chiqqanda o'zini zamechaniyalarni ham o'sha tegishgan joyda bartaraf qilindi ko'plari. Rahmat. Shunga bu masala ham ijro organi ijro vakillari tomonidan ham nazoratga olib borilyapti. Deputatlarimiz ham birgalikda shug'ullanishyapti. Rahmat. Marhamat, savol. Dolzarb 90 kun o'rganishga o'qirilganda o'yin yetishmaydi. Svet yo'q, lekin lager tashkil qilingan. Svetsiz qanaqa lager bo'ladi? Qarz borligi o'chirib. Yo'q, qo'yish kerak bo'ldi o'yin. Qo'ldan to'g'ri qilsin. Svet masalasida u ozgina shu direktorlikdan qarzdorligi bor ekan, uni bartaraf qilindi.
Endi maktablarda asosan bu lager tashqarida o'tyapti. Shuning uchun svetga ehtiyojimiz yo'q. Bo'lgan taqdirda ham joyiga chiqib hal qilish chorasini ko'ramiz. umumiy nimada qarzdorlik ma'lum uchun bo'lsa o'shani bundan boshladi yo'qdi bo'lmasa hammasi qaytadi. Zudlik bilan yopish kerak bo'ldi. Hozir moliya so'ratib ketdi, o'sha salomatlikdan to'g'ri ketdi. Bu mumkin emas. Chunki 170 million qarz bor, ya'ni byudjetni tashkilot yopish kerak. Bu hamsa ta'lim o'tish kerak. Yana savol. Marhamat. Loyihada 90 kunlik yig'ilgan bilan biz masalan 14-maktabda bo'ldik, yana boshqa maktabda 17-da. Bu yerda keyingi oyda 2-3 smena masalasi bo'yicha aniq javob topa olmadik-da. O'zi bo'ladimi? 2-3 smena, hozir 1-smenda 30 kun, 90 kun. Shu to'g'rimi tushunganimiz? 90 kun 3 oyda. Endi asosan 90 kunlik mahalladagi yozgi sog'lomlashtirish maydonchalari alohida. 90 kunlik asosan mahalladagi uyushmaga yoshlar jalb qilish masalasi kelyapti. Bu yozgi sog'lomlashtirish maydonchalari bu viloyat bilan hokimimiz bilan kelishilgan holda joylarda tashkil qiladi. Etap-etap bu yerda tashkiliy masalalar bor, chunki boshqa masalalar ko'rilgan holda amalga oshiriladi. 90 kunlik 31-avgustgacha davom etadi. Mahallada Tushunardik. Maktablarda demak keyingi oy iyul-avgust oyida davom etadi, grafik asosida tashkil etiladi. Kelishilgan holda birinchi etap tugagandan keyin xulosasi joyidan o'rganib, anaqasi olingandan keyin joyda davom etadi. keyin yana bitta taklif ham murojaat bor edi. Bu nimada bolalarni basseynda cho'milish dasturlarida bor ekanda, ishlab chiqarilgan dasturda basseyn kuni belgilangan, lekin basseynning o'zida hali shu basseynlarga dostуп yo'qda, chunki basseyn masalasida tegishli. taklif bermoqchim, o'sha basseyn bizda imkoniyat sharoitlar bor basseynga. O'shandan biz borgan joyimizdan yetib keldik. Sessiyalar aytaman, hozir imkon qadar bizda sport zallar ham bor, o'sha sharoitlarimizdan a'lo darajada ham, suv havzasi ham, o'sha xalqaro tarbiyaga javob beradigan bizning imkoniyatimiz bor, bu anaqa yaratib beramiz hammaga. O'shani aytmoqchi edim. Buxoroga bemalol u lager tashkil etilgan maktabdan tashqari Semurov mahallasidan 11-maktabdan kelib ketishdi. Ochiq ishni kuni ham qilib berdik. Kelib qiziqib, kimdir jang kelyapti, kimdir ukasi, kimdir bolasi kelyapti. Bemalol bizda reja kiritilsa bo'ladi. Foydalanishimiz kerak. Детский basseynlar ham bormi? Basseynlar hammasi bor, imkon bor, hammasiga sharoit bor. Kimlar aqllarga qarashlar bor. Basseyn masalasi bo'yicha maktablarimiz basseyn va maktab o'zi yo'q. Grafik qo'shib qo'yishadi. Sharoit ham. Endi shu ittifoq paytida qo'shishlar hisoblanmasa, endi basseyn ham joyda bo'ldi. Chunki bizda mana shu viloyatda manimcha birinchi darajali basseyn qilingan. Endi foydalanish kerak. Masala bo'lyapti. Grafik asosida albatta qarachilardan olib kelib, sportivniy basseyn shug'ullanish kerak. Butun viloyatda basseyn, maktablarda basseyn borligini bilmayman. Nafaqat shahar, ochiq tan olish kerak. Shuning uchun unda mana bizada imkoniyat bor, boshqa imkoniyat yo'q, boshqa viloyatlarda, tuman shaharlarda bemalol olib kelib foydalanish mumkin. U yopib qo'ygandan ko'ra basseyn chempion chiqmasa basseyn nima kerak? Basseynda qachon chempion qachonki basseynda shug'ullanish chiqadi. Hozir shuni birga ham ertaga kulgisi bor. Bir chiqib qoladi, bir yuzda chiqib qoladi ertaga. Uni yopib qo'yish uchun qilyapmiz biz zaman takror aytaman hozir. Bu binolar ishlab charchab ketish kerak. Kimsa yo'q charchab ketishimiz kerak. U turib to'kilish kerak emas. Rost ishladi. Muammo yo'q, to'g'rimi?
Hozir muammo, elektrdan muammo bor edi, o'zi hal qildi. Rahmat kattalar. Bu normal. Ertalab 6dan 5 minut 9gacha. Bolani topishligiga inobat qilib, hozir ikkita maktabimizda sun'iy o'sha basseynlardan olib keldik, pul o'rnatilib, o'shandan foydalanish choralari bizga topshiriq bo'ldi. Ishlari ham. Yo'q, ishlarga yo'q, temir. Endi shu ikki razmerli, o'zimiz ichki tualet. man shunda endi bas emasdi. Unga hamma bolajon chiqqaning uchun almashtirish kerak, boshqa qilish kerak. Seskalari bor. Mana qanday pasga bo'ladi? Rahmat. Yana bitta agar nimasi 14 maktabda sug'orish polignoy suvda sug'orish sistemasiga ichimlik suvdan foydalanishayotgan ekanda agar shunga imkoniyati bo'lsa u yerda o'zlaridan limonariya даже qilinganda gullar nimalar bor ekan faqat shu sug'orish sistemasida yordam so'rash imkoniyati bo'lsa Yordam beramiz, endi uni mablag' bilan bog'liq masala. yo'q ekan Skvajina qilib ochish kerak. Kanaldan tushsagan bo'ladi endi dasturga qilib quladilar. Bu mablag' bilan bog'liq masala, uni o'ylab ko'ramiz. Hozir bularni undan-da dolzarb masalalar juda ko'p. Asosan xorij ma'lumot maktab va boshqalarga ketyapti. Natijasini sekin ko'rsak kerak, natijasini mayli. Misol uchun mana 3-chi maktab o'zi o'ylab o'zi yutdi, barmi sistem. Ular budjetga o'zlari hammasi kelishib, ikkinchi mavsumga qo'shsak, birgalashib ovoz bersak, qilsak bo'ladi. Mablag' ularga biz beramiz mablag', lekin o'zi nima qabul etilgan tanlarni hali bo'lib olib keladi. 14-chi maktabda poligon ham bor, turli xizmat ham bor. Nima o'zini ta'minlash? O'zini xizmatidan tushirib, budjetdan tashqari mablag'larni hisobiga qilsa bo'ladi. Qanday davlat poligon qurgan, biron joyda. Nima ishlamaydi? Nimaga ijara bu qayerga ketyapti? O'zimiz borib o'sha tarafdan ko'tarib qo'yinglar. Chiqib keladi mana shu. Ularni qo'yamizda tayyorlaymiz. Ruxsat bersangiz, Ro'zg'or debda arada suv bor. Haqiqatan katta mablag' ketmaydi. Kichkina aga beradigan nasos. O'shani solsa bo'ladi. Orqasidan ham o'tgan, bu tomondan aradan suv o'tgan 19-bo'lim oldin bor, keyin orqa tomonga bitta kichkina astronomik qovus chaqiradi, joyida cho'kadi, o'sha agilarni topiladi. Bemalol maktab ko'rsinlar. Maktabda ham sal mustaqil bo'lishlari kerak. Sal. O'quvchilar qoladi. Rahmat. Yana savollar bormi? Biroz ko'tarilgan masala haqiqatan dolzarb o'znomi bilan buni o'zinglarni ham xabaringlar bor. Bu bo'yicha prezident administratsiyasi rahbarini xatlari ham bor. O'sha ijrosi bo'yicha deputatlarimiz o'rgangan. Rahmat, mana hozir bitta ikkita kamchiliklar va to'g'ri joyida hal qilinmoqda. Va barchasi shu farzandlarimiz, nevaralarimiz shu maktabdan olishmoqda. Shunga doimiy nazorati yana davom ettiriladi. Lekin bahonada ancha-muncha masala hal bo'lib qoladi. O'sha maktabdagi muammolar. Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? So'z xalq deputatlar shahar kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Ravshan Gapirov. Marhamat. Assalomu alaykum. Shahar kengashi ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan shahar shahrida dolzarb 90 kunlik o'rganib chiqildi. Joyga chiqib o'rgandik. Ular yuqoridagilarga asosan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos va asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Rahmat. Boshqa savollar, fikrlar bo'lmasa, qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibining 5-masalaga o'tamiz.
Chirchiq shahar hokimligi huzuridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanishga erishdi. So'z shahar hokimi inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori Jahon Shuhro. Marhamat. Salom, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Ikkita masalamiz bor edi. Siz uchun tanishtirsam, birinchi masalamiz hayitlarning munosabati bilan kam ta'minlangan oilalar va yolg'iz keksalarni oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlash uchun. Ikkinchi masalamiz esa inklyuziv yo'nalishda bo'ladi. Birinchi masalamiz hurmatli prezidentimizni an'anaga kirib boryapti. Har bayramlarimizda o'sha kam ta'minlangan oilalarni moddiy rag'batlantirib borish, ularning muammolarini yechish masalasida o'sha o'tgan hayit munosabati bilan Chirchiq shahrida 893 ta oila, shundan 693 ta davlat qaramog'ida bo'lgan, davlat va 130 nafar o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz yashovchi yolg'iz keksalik bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Shu mahsulotlar vaqf fondi tomonidan amalga oshirildi. Vaqf fondi mablag'larni tezroq chiqarib berish maqsadida shahar Saxovat ko'mak, yoshlar va ayollar daftaridan mablag'lar olinib, infratuzilma jamg'armasiga tashlab berildi. Xuddi shu kabi Chirchiq shahrida 823 ta oila uchun 339 million 76 ming so'm mablag' tashlab berilgan va o'zinglar xabaringlar bor. Hayit bayrami arafasida barcha oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari to'liq yetkazib berildi. Tadbirkorimizga rahmat. Mana shuncha kun o'tgan bo'lsa ham o'z yonlaridan narsalar berdi. O'sha berilgan mahsulotlarni mablag'larni to'lab berishimiz kerak. Bu uchun o'sha 339 million 76 ming mablag' ajratilishini tasdiqlashimizni so'raymiz. Keyingi masala xabarlar bor. Hozirgi kunda maktablarimizda nogironlik bo'lgan shaxslar ham ta'lim olmoqda. Qolgan bolalarning bir qatorida. Bitta raqamga e'tibor berishinglarni so'rardim. 2024-yilda inklyuziv sinflarda bittagina bola ta'lim olgan maktablarimizda. Hozirgi kunda 17 ta maktabimizda 49 ta bola ta'lim olyapti. Bu o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatish bilan bir tomonda shunaqa holatlar bo'lyaptiki, maktablarda o'sha nogironlik bo'lgan bolalarga to'liq sharoitlar yaratilmaganligi sababli va boshqa jihatlarga inobatga olib nogironligi bo'lgan bolalar yana orqaga qaytish holatlari kuzatilyapti. Bu o'sha bizlarda bilasizlar, Chirchiq shahrida va Bo'stonliq tumanida maxsus nogironligi bo'lgan shaxslar uchun maxsus maktablarimiz bor. Ular xohlayapti orqaga o'sha maktablarga qaytishga. Nimaga u qaytishlarini bildirishni so'ralganda, ular gavjum joylarda gavjum amallarga o'rgana olmayapti, sho'rxonaga o'rgana olmayapti nogironligi bo'lgan shaxslar va ajratish bo'lyapti ularni. Chunki ular birdan o'sha oddiy bolalarimizga sog'lom bolalarni qo'shib ketishlar qiyinroq bo'lyapti. Shu maqsadda hurmatli prezidentimizni 2024-yilda 60-sonlik bayonlari chiqqan. Yig'ilish bayoni. O'sha yig'ilish bayonida o'sha nogironligi bo'lgan bolalarimizni to'siqsiz muhitlar yaratish. Bu qanaqa bo'ladi? Nogironligi bo'lgan bolaga har bir maktabda alohida pedagog olinadi va o'sha nogironlik bo'lgan bola bilan ishlash uchun alohida xona ajratiladi va bu xonada shu bola uchun maxsus parta, jihozlar, shu o'zini qanaqadir sog'lig'ida muammo bo'lgan paytda tinchlantirib olish va o'sha muhitni moslashtirib olish uchun o'sha xonalar zarur. Hozirgi kunda mas'ul bo'lgan uchun tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda ko'p Chirchiq shahrida tanqidlarga uchradik. To'g'ri, bizda ham maktablarimizda bolalarimiz chiqib o'qiyaptiki, lekin ularga sharoit yaratib bera olmaganmiz. Kunigacha ham o'sha ijtimoiy himoya agentligi huzuridagi inspeksiya tomonidan Chirchiq shahri o'rganib ketildi. Ko'p joylardan biz yaxshimiz. Chunki hurmatli hokimimiz tomonidan ko'plab maktablarga e'tibor berilganligi sababli ko'p joyda yaxshi ko'rsatkichlarimiz, ko'p joylarda panuslarimiz bor, ko'p joylarda liftlarimiz bor, yangi qurilayotgan o'qish maktablarimizda. Lekin o'sha ko'zi ojiz, nogironligi bo'lgan bolalar yoki boshqa shu kabi alohida e'tiborga muhtoj bo'lgan bolalarni yo'naltirish uchun hojatxonalar yoki boshqa narsalardan foydalanish uchun ularga alohida to'siq nuqta yaratib berish kerak. Shu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida va hozirgi kundagi faoliyat olib borayotgan 17 ta maktabimiz, o'sha 17 ta maktabdagi bolalarga to'liq to'siq nuqta yaratib berish maqsadida 485 million 741 ming so'm mablag' infratuzilma jamg'armasidan ajratib berishni amalga oshirishni so'raymiz.
bo'yicha boyagi dolzarb 60 kunga o'xshab ketib o'tishimiz kerak. Inklyuziv maktablar o'sha dolzarb 90 kunlik maktablar qoshidagi oromgohlar, yoshlarning bandligi va shu inklyuziv maktablar ham deputatlarimiz tomonidan to'liq o'rganildi, nazorat olib borilyapti. Rahmat. Har biriga chiqib, har birida nima bor, nima yo'q, kamchiliklarini bartaraf etish bo'yicha takliflarni berishdi. Doimiy nazoratda olib borishyapti. Bu ma'muriyatdan birgalikda qilinadigan ishimiz. Baribir boya aytganimizdek, o'sha yerda kimdir farzandi, kimdir nevarasi ta'lim oladi. Xuddi shunaqa 23-maktabda ham shu masala ko'tarilyapti. 23-maktabda ham nogironlar maktab, spets maktab, ularni ham o'quvchilar sekin-sekin shu inklyuziv maktablarga tarqatilish masalasi. Shuni ham tushuntirib 2024-yilda 2024-2023 prezidentlar 130 nafar bola qo'ygan bo'lsa, hozirda 100 ta bo'ladi. Ko'pchiligi o'sha bizada xabarlar bor. Psixologik tibbiy komissiyamiz bor. O'sha komissiyaning xulosasiga asosan inklyuziv sinflarga yo'naltirilgan ko'pchilik bolalarimiz. Bu nima beradi? Bolalarimiz barcha bolalarni ta'lim olish huquqi bor va nogironlik to'g'risida komissiyaga qo'shilganmiz. O'sha komissiyaning bir talablarida nogironligi bo'lgan bola agar psixologik o'sha komissiyaning xulosasiga asosan o'zi xohlagan maktabga yo'naltirish mumkin. Chunki u ta'lim olish huquqi bor. Keyin hozir uydagi ta'limlarga o'rganishdik. 49 ta uydagi ta'lim bo'lsa, o'shandan 5 ta nafarni hozir birdan o'rganishimizda ta'limga jalb qilib, qolganlarni etap ma'lum bir talablarni bajarib berish orqali jalb qilamiz. To'g'ri tez o'sha maxsus maktablar sekin-sekin faqat eng og'irlar qoladi. Eng og'ir o'sha ta'limni alohida juda ham kuchli e'tibor talab etadiganlar qoladi. Biz bunga ham sekin-sekin yo'nalish topyapmiz. Mana inson markazida hozirgi kunda to'liq rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Bu yerda o'sha aql zaifligi bo'lgan parvarishga nafaqat muhtoj bolalarimiz 18 yoshgacha, 18 yoshdan katta aql zaifligi yengil, o'rta va og'ir darajalar uchun qarab turish xizmatlarini ham yo'lga qo'yapmiz. Sekin-sekin buni kichkina guruhlarga ajratib ta'lim berish yoki qarab parvarishlash xizmatlarini yo'lga qo'yamiz. Savol hozir 17 ta maktab tushunadi. 17 ta maktab bolalarimiz borgan. Birinchisi ular xalq ta'limi tomonidan buyruq bilan qilinadi. Boshqarma tomonidan maktab ta'lim vazirligining kelishgan olmasi boshqarmadan buyurishgan o'sha maktablarni tashkil. O'sha hududda nogironligi bor bolalar o'sha o'zi ham maqsadi uchun endi o'tganini ko'proq hududga Bu maktablarda nogironligi bor bolalar bormi? bor. Soni bormi? Oxirgisi aytib o'tdi. Mani o'zimda 54 deydi oxirgi yilda. Undan keyin yana qo'shildi. Chunki o'sha komissiya, tibbiy komissiyadan o'tgandan keyin bularni yo'llamasi bilan birgalikda bola keladi. O'sha yo'llamaga asosan biz o'sha nimada tashkil etamiz. Har bir bolaga bittadan o'zi maxsus pedagog o'sha pedagog mana direktorlar alohida olinadi. O'qitilyapti. Biz o'tgan yil ham ajratgandik, yangi ham ajratgandik, hozirgi ajratganlardan man xabarim yo'q. O'tgan yil ajratilgan mablag' ishlatilmadi. Sabab ikkinchi maktabga mablag' o'sha tomonidan tushib ketgani uchun keyin hozirgi o'rtasidagi mablag' ishlatilgan yo'q. Qo'shib mablag'. O'sha mablag' 200 million so'ragandik, bog'cha ham bor o'tdi. Bog'cha ko'pchilik tushgan uchun bog'chani chiqarib oldik. Bu yil o'tgan yil mablag' ishlatilmadi, 200 million ajratilgan mablag'. Yo'q, 985 million hisob topilgan. Qilingan har bir kerakli jihoz o'sha har biri tegidan isbot o'tkazdi. Har bir jihoz bo'yicha. Qaysi jihoz beradi? Buni o'sha tadbirkorlar ochiq tadbirkor bo'ladi. Eng yaxshi tadbirkor. Jamoamiz so'rayotgan mana bu maktablarda yuraman, boshqa yuraman, hali gap ma'noda emas. Lekin natijasini ham ko'rishimiz kerak. Natijasini ham ko'rish kerak. Hozir o'zingiz 24-yilda bor, xudo oladi. Hozir 54 ta. 49 ta ham qo'shilib 54 ta. Bundan 200 uchun qo'shilib qoldi. Bizlar ham qachishimiz kerak. Bog'chani ochib yopdik mana. To'g'rimi? Siz qo'shma bog'chani. Hozir bu qo'yib bo'layotgani bizlar maxsus maktablarda
oddiy maktab o'tdi. Yo'q, yo'q tushundim. 30 ham bor bizda. 30 ham ularga ikkita nogironlikni bittasini qilishdi, bittasini qilishmoqda. Nogiron yo'qda. 20-chi yil. Nogiron yo'qda. Oldingi keyin qo'shma qilishdi. Bo'lib, qarorga aqlni qo'yib qo'ydi. Qo'shma bo'ldi. Qo'shmaga ham hali yarim odam topasizlarmi? Bu maslahat qancha degan dedi, maqsad nogiron ko'paytirmasdi. Bu ketish kerak. Men avvalambor telefonga yaxshilab shuncha narsa kelayapti. Sezilyapti buni. Oldingidagi unaqa talab yo'q bu narsa. Mayli, qilganmiz, mayli, mana tanqidlar uchradik deyapsiz. Qanday tanqidlar uchrabsiz biz bilmadik. Lekin buni monitoring qilish kerak. Buni post bilan qilib, mayli, lekin qo'ygandan keyin bola bo'lmasin. Bunga kerak bor. To'g'ri, ma'lum bo'lib, o'zidan post qilishda bor. Mayli, o'lkada qolib yotganlar ham mablag' yetishmagani uchun buyurgan vaqt fondiniga respublika bergan. Respublika bizning o'sha savobni yoshlar mablag'lari jamg'arlik amaliyoti shu oziq-ovqat uchun teng taqsimlangan bizga yurtda ko'ngil ijobiy shu. Buning ichida oziq-ovqat bo'lsin, oziq-ovqat bo'lsin. Tadbirlar yo'q-ku. Davolanish yo'q. Sizlar tibbiyot Bunisi menga alohida universitet maktabida man ko'rdim o'xshalardan. Siz mani skochlar olib qo'ysangiz maktabda. Ko'rsa ishini atrofida skochlardi. Farzandda 15 ming. 15 kontrakt chizimlar bo'lishi kerak, bir xil skochlar. Sal skochlar qo'ysa, samani bo'lmaydi. Ishini atrofida skochlar qo'ysa, yarim ishda maktab o'qib o'tirdi. Ko'rdimda uyatni hissiyat qildim. Chiroyli taktiklardan qilish kerak, problemalarni. Birinchi dars qo'ygan loqasi yo'lida qo'ychilik mablag' bo'lmasa qilmaydi. Smetasiga yo'nalgan dor qaror qilasiz. Qattiqmi? O'tkazishgan uni. Qaysidir odamlar o'tkazishgan, ular ham o'tkazgan. Mana mablag'dan o'sha hozirgi remont qilingan yaxshi maktablarni pakazatini yaxshimi bilmadi, skochlar qo'yganlar. Qanday hisob olish kerak? Ko'rsizsiz yangi bo'lgan maktab. O'g'loq qo'ydi. Ana 15 bor ekan mana. Skochlarni ishlab qo'llab qo'ydi. Mayli, u ham bo'lmadi. Sizlar borib qo'ydi. Ha, biz borib ko'rdik. Hozir o'sha maktabdagi ishchilariga tartibotdan o'tkazilgan, uni uchun o'rniga kontrakt sizlar klasslarni chizib ko'rsatgan. Kontrakt o'sha tartibotni maktab ichida bo'ldi. Buni chiqartirib Uni ham ko'rib noto'g'ri ekan, olib ketishdi. Ko'rgan, o'rgan. Sizlar o'rgan og'ir tashkilot sizlar yig'ilish qilyapti, to'g'ri paytda juda yig'ilish qilyapti. Bunaqa narsalarni bahor qilsangiz, hukumatning deputatlari biz yetib olamiz. Shu darajada tez o'zgarib ketadi. Kreativlik yondashasizlar, juda kreativ yondashasizlar. Biz ham endi yetib oldik, bir skochlar mana bu qilish kerak, endi mana bo'yoq qo'yib ketdingiz. Sof mani xabari yo'q. Ammo uni qilyapman. O'sha narsalar bizdan xabar olishni aslida. Rahmat. Yana savollar bormi? Xo'p, savollar bo'lmasa, so'z xalq deputatlar shahar kengashi mahalliy byudjet tadbirkorni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmuda Zokirova. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, doimiy komissiya tomonidan Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi va qaror loyihasi ishlab chiqildi. Doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Rahmat. Boshqa savollar, fikrlar, takliflar bo'lmasa, ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 6-masalani ko'rib chiqishga o'tsak, Chirchiq shahar Muralashir mahalla fuqarolar yig'ini hududida Chirchiq shahar hokimligi yashil bog'ini barpo etish bo'yicha shahar hokimligi taklifini ko'rib chiqish.
so'z shahar hokimi Ulug'bek, shahar hokimi o'rinbosari Ulug'bek Rasulovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bitta masala bor bizada. Bitta masala bor. Hozir mana Toshkent viloyati hokimining 2026-yil 18-maydagi 190-10-O-Q-26 son qarori yashil belbog'lar barpo etish darajasini 50% ga yetkazish hamda 2026-yil kuz mavsumida Chirchiq shahrida vazirliklar, idoralar va mahalliy hokimliklar tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bitta yashil bog' barpo etish prognoz ko'rsatkichi tasdiqlangan. Shuni inobatga olib, Chirchiq shahar Miralisher Mufey temir yo'lchilar ko'chasi yo'l bo'yida ko'p yillardan buyon tashlandiq bo'lib yotgan yuqori kuchlanish tarmoqlari ostida jami 11 gektar yer maydonida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish tadbirlarini amalga oshirish, manzarali va meva daraxt hamda buta ko'chatlarini ekib, yashil bog' barpo etishga hamda doimiy ravishda sug'orish va parvarishlash ishlarini amalga oshirish sharti bilan Miralisher Mufey temir yo'lchilar ko'chasida yashil bog' barpo etish bo'yicha dasturni tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Qo'shimcha qilsam, o'sha kampaniya yo'lidagi o'sha sanoatxonalar yoshilcha daryosini bo'lib, avvalgi ancha yildan beri o'sha yuqori kuchlanish kilovoltlik elektr sanoatlar o'tgan. Uni tegishlar bo'lmayapti. Juda ham achinarli ahvolda, juda ham taslandiq holatga kelib qolgan. Hamma hududimiz o'sha joyda, o'sha Ustex tarafdan yo'llaniladi, Bronzona tarafdan juda ham holat yaxshi emas. Endi uni tegishlarni qilib bo'lmaydi. Uni bir aksiyon ham chiqarib bo'lmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Endi biz shuni ancha o'ylab, endi hozircha bir tashabbuskor tadbirkorimiz tomonidan bildirilgan takliflar asosida ishlab chiqdik. Endi ayni qolmasi degan niyatda turibmiz bu ham. Agar albatta uni bersak, o'sha joy faqat o'sha ko'kalamzorlashtirish, u daraxt, buta va o'sha manzarali daraxtlarni ekmoqchi. Albatta unga ham yetarli darajada mablag' sarflanadi. Sababini tekishlash kerak, sababini sug'orish tizimini qilish kerak. Albatta mehnat katta. Shunday bilasizlar, hozir ba'zi tashkilotlar tuxum, shag'al, boshqa narsalarni tashib, boshqa yo'nalishlardan holat qo'yishdi. Juda ham tashlandi, hamma bor o'sha usulimiz, qurilish materiallari usulini tashlab ketishadi, nazorat qilish ham imkoniyati yo'q. Va ko'p uzoq o'ylagandan keyin albatta mashinasiga biz qaror qabul qildik. Albatta elektr simyog'och bo'lmaganlikdan boshqa yo'nalishdan ham foydalansak bo'ladi. Juda ham bir suvni bo'yida rivojlantirish bo'yicha boshqa loyihalardan ham foydalansak bo'ladi. Afsuski, lekin muhofaza zonasi bor. Uni bir aksionga qo'yib, boshqa loyihalarni amalga oshirishga qiyinchilik tug'iladi. Endi uni kitob qilib, stanga qilgandan ko'ra yoki boshqa narsa qilgandan ko'ra, hozircha shu narsani sizlarga taklifini kiritdik, ishlab chiqib, albatta bu masalalar o'zlari o'zida Alisherga Abdullayev va komissiya tomonidan ham ko'rib chiqildi. Shunga shu taklifni beramiz. Men tushungan qaysi taraflarga gapim. O'sha taraf haqida gapiramiz. Endi yana qaytarib aytaman, bu o'sha masalan tashabbuskor tadbirkor ayol bo'lganligi uchun bu taklif beryapmiz. Buni shahar hokimining o'zi ham yutmoqda, boshqalar yutmoqda. Endi hozircha loyihalarni tayyorlagan, hozircha endi yaxshi niyatdamiz, qilamiz deyapti. Qiladigan bo'lsak, shu joyda baribir sanoat zonalari bu tarafda bilasizlar, maksimum Chirchiq hududlari ham bor, boshqa zonalarimiz bo'lib ham bor. Shu yashil bog' bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladigan bir ko'pchilikning taklifi bilan shularga shu tashabbus kiritamiz. Men qo'shimcha qildim. Agar ruxsat bersanglar, agar tasdiq bersanglar, shu loyihani amalga oshirmoqchimiz. Endi bu tadbirkorlik va foyda deyishlar mumkin. Albatta o'sha yerga mevali emas, manzarali daraxtlarni yetishtirib, albatta uni sotadi, sotmasin boshqa, chunki qaytmaydi bo'lmasa. O'rib etilgan o'sha bog' yo'nalishini ketaveradi. Maqsad shu. Hech qanday kapitalni ko'rish bo'lmaydi. Mana dedilar, shunga o'xshagan joy bo'ladi. Hozircha shu. Rahmat. Rahmat. Kimda savollar bor? Takliflar, qo'shimchalar yo'qmi? Yo'q bo'lsa, demak, so'z xalq deputatlar shahar kengashining agrar
qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Alisher Abdullayev. Marhamat. Shahar Alisher temir yo'lchilar ko'chasi bo'yicha yuqori kuchli elektr uzatish tarmoqlari ostida joylashgan jami 11 gektar yer maydonida yashil makon umumiy loyihasi doirasida yashil bog' barpo etish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi taklifini kiritgan. Shu munosabat bilan doimiy komissiya mazkur qarori loyihasini tasdiqlash maqsadida muvofiq hisob berdi. Rahmat. Boshqa savollar, fikrlar bo'lmasa, qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi 7-masala bu ham Rasmullatovga kompleksiga bog'liq. Chirchiq shahrida 2026-yil jamoatchilik fikri asosida ochiq byudjet axborot portalida mening bog'im loyihasini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risida so'z hokim o'rinbosari Ulug'bek Rasmullatovga. Ikkinchi masala ham shu. Mening bog'im dasturi doirasida Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarish boshqarmasining 250 million so'm mablag'lari hisobidan G'alaba ko'chasida temir yo'l bo'yida eski buzilgan garajlarning o'rnida 50 sotix yer maydonida yashil bog' yaratish bo'yicha manzuriy dastur ishlab chiqilgan. Shu manzuriy dasturni tavsiya berishinglarni so'raymiz. Shularning o'rnida Bugun byudjet loyihasi asosida, jamoatchilik fikri asosida o'sha mening bog'im degan tanlov bo'ladi. Shunaqa har yili bo'ladiganda bu yil mana G'alaba mahallasida Bruselda kelib o'sha MPR deymizku, 1 yilga nariga qarab bu tarafida o'sha temir yo'l bo'yida 50 sotix joy quyi yo'l bo'yi tanlangan va shu olib bo'lgan endi bunga 250 million mablag' ajratiladi. Ular o'ziga kelib, soat tizimini qilib ketishadi. Shu ma'noda shunaqa. Mahalla buni ovoz berish yo'li bilan o'tgan. Ko'pchilik ovoz berish yo'li bilan. Mahalla buyurtganmiz ovoz berish yo'li. Shu imoqli joyimizda har doim 820 ta ovoz berish. Buzilib garaj qanaqa betonli bo'lyapti. Shu hozirlar. Tanqid ko'chirgan joyimizda. Ha, tashib ketaylik. Nechta joyga, nechta fuqarolarga berdik, baribir ular tasdiq qilamiz. 80dan oshiq joy. Temir yo'lda bo'yida. Temir yo'l bo'yida. Ovozi zonasi o'tga faqat bog'. Men juda ham yaxshi tanlangan. Men ko'p jiddiy xursand bo'ldim. Mahallasi bilinadi borligi va tashabbusga. Faqat og'ir joyda maqsad bo'ladi turdik. Mablag'larni o'zi to'laydi. Zaviskasi tasdiq beramiz, manzilli ro'yxatini. Qachondan boshlaydi? Kuzdan boshlaydi. Nima ko'rsatdik ekan? San'at ketishni o'zi nechta hujjat ketadi? San'at hujjati tushib ketadi. O'zi bo'lmoqchilar kelib, san'at ketishni Buni nazorat qilish kerak, jamoatchilik nazorat qilish. Shundan ko'ra ketmasdi. Shu hali bog' qolsin. Mevali, Mavlari motor, to'g'ri. Mavlari bo'lmasa shu o'tish kerak. Qo'l qo'lga bo'lib aytgan jam yoziladigan bo'lmasmi? Zamonaviy bo'lish kerak. O'zingizda nazorat. Hozir sizmi rahbarlik bakın. Ben soqolni angliz ketmoqda. Soqolni bo'yicha hozircha bakın. Buni 3 yil sizlar kafolatlarsizlar. 3 yil. Ham o'sha ishlarini ham kafolatini 3 yil. Mevali bo'ladi, mazarali bo'ladi. Mevali, mazarali ikkalasi. Rahmat. Rahmat. Savollar bormi? Takliflar yo'q bo'lsa, so'z xalq deputatlari shahar kengashini agrar qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Alisher Abdullayev.
o'sha shahar g'alaba muzey hududida shahar hokimligi zaxirasida bo'lgan 05 gektar yer maydonini yashil bog' barpo etish bo'yicha tashabbuskor g'olib deb topilgan. Shu munosabat bilan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Tasdiqlab berishidan so'rayman. Boshqa savollar takliflar bo'lmasa, qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak, rozilar, qarshilar, yo'q, betaraflar. Rahmat, qaror qabul qilindi. Sessiya kun tartibidagi 8-masalaga o'tamiz. Chirchiq shahar yoshlar jamg'armasi manbalaridan mablag' ajratish to'g'risida So'z shahar yoshlar ishlari bo'limi boshlig'i Nuriddin Mirzayev. Assalomu alaykum, hurmatli rahbarlar, assalomu alaykum. Xabaringiz bormi? 9-iyun kuni xalqaro, ya'ni respublika miqyosida yoshlar kuni etib belgilangan. Yoshlar kuni munosabati bilan shahrimizda ham 24-iyun kuni, ya'ni ertaga yoshlar festivalini o'tkazish rejalashtirilgan shahar hokimligi bilan kelishilgan holatda ular rejaga qo'yilgan. Shu masalada hozirgi kunda ushbu festivalni yuqori o'tkazish uchun yoshlar daftari mablag'lari jamg'armasidan 210 million so'm ajratish belgilangan bo'lib, buni doimiy komissiyada ko'rdik. Deputatlarimiz o'zlari ko'rib tekshirib berishdi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-25 fevraldagi 78 sonli qarori bilan tasdiqlangan tartibda qanday darajada nazarda tutilmagan, biroq o'sha hududda tashkil etiladigan yoshlarga oid tadbirlarni tashkil etishdagi mablag' ajratish 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich, ya'ni bu yoshlar ishlari boshqarmasi bilan kelishilgan holatda amalga oshiriladi. Ya'ni biz ularga murojaat qilamiz, yoshlar daftari mablag'idan foydalanishga ruxsat berishni murojaat qilamizda, ular kimizga javob xati berishadi, ya'ni roziligini bildiradi. Ikkinchi bosqich, bu asosiy bosqich, tuman shahar xalq deputatlar kengashida qaror orqali ushbu mablag' ajratiladi. Birinchi bosqichdan biz ruxsatni oldik viloyatdan, endi ikkinchi bosqich sizlarga, ya'ni murojaat qilmoqdamiz, hurmatli deputatlar. Agar shu narsani ko'rib tasdiqlab bersanglar, yoshlar kunini yuqori saviyaga o'tkazish bo'yicha 210 million so'm yoshlar daftari mablag'laridan ishlatamiz. Rahmat. Savollar, takliflar? Пожалуйста. Вот у меня, знаете, какой вопрос? Уже не первое мероприятие, дворец узнает последним. Завтра мероприятие, везде объявление, дворец об этом не знает. Почему? Нет, каждый год, ну вы извините, дата меняется, все знают, объявление есть, дворец не знает, у нас свои планы тоже есть. Есть рабочее время, когда завтра сверхурочно должны люди остаться. Я сейчас здесь, рабочие уходят в 5 часов. Почему такое отношение к дворцу? Это не первое мероприятие, когда так происходит. Поэтому будьте добры, пожалуйста, ставьте в известность заранее. Ну тогда мне не так обидно. Последнее узнаем, это просто не
oldin aytish kerak edi, barvaqtroq ishlash o'rganish kerak, hammaga aytish kerak. Ularni tarbiyalari bor, boshqasi bor. Boshqa tadbir bor, bir-birini ustiga tushib qo'yadi. Kecha haqiqatdan o'zi mahallani kunini zo'rlab oldi. Pulimizni bugunga qo'yib qo'ydi. Chopib olib yurashingda sessiya, bu topa-topda. Bunaqa bo'lmaydi desa, tartib bilan ishlash kerak. Bizda bir hafta oldin aniq bo'ladi. Shu mana Ravi hozir bilasizki, Somkaning rahbarlik poyga bo'lib qo'yishdi. Mana zavod 8 marta yig'iladi. Qarab ko'ramiz, chap taraf ko'ramiz, o'ng taraf ko'ramiz. Bu shu tartib ko'rganyapmiz biz shu shkolani ko'rib. Sizlarda dedi ketaverar ekan, yarim soatdan keyin borar ekansiz. Nima bo'lmaydi? Nuriddin, tushunadimi? Bu oxirgi marta bo'ldi. Juda ham to'g'ri tanqid bo'ladi. Qolganlar shoshib qo'yapsiz. Shoshib qo'yapsiz. Sizlar kelajak gap bo'lsin kerak. Hech qanaqa masala yo'q. Lekin qolganlardan bir narsasiz bo'lmaydi. Biz ham tayyorgarlik ko'rib sizlar ham bizga gap eshitamiz-da. Oldindan bilgan zahot xabar berish. Xabar tushunadi? Takrorlanmasin. Boshqa savollar yo'qmi? Savol yo'q bo'lsa, so'z Xalq deputatlari shahar kengashi mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmuda Zokirovga marhamat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, doimiy komissiya tomonidan Chirchiq shahrida yoshlar kunini keng nishonlash maqsadida yoshlar jamg'armasi mablag'idan 210 million so'm mablag' ajratish masalasi ko'rib chiqildi hamda qaror loyihasi ishlab chiqildi. Doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Agar boshqa savollar bo'lsa, qaror uchun ovoz berish jarayonida bo'lsa, rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, rahmat, qaror qabul qilindi. Hamma takliflarimiz bayramga vasdosh bo'ladi. Sessiya ishi bo'yicha axborot berish uchun so'z sessiya kotibi deputat Pirimqulov. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chaqiriq Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 27-sessiyasida kengashga saylangan 24 nafar deputatdan 20 nafari ishtirok etdi. Ulardan uzrli sabablarga ko'ra 4 nafar deputatlar ishtirok eta olmadi. Kvorum ta'minlandi. Sessiya ichida shahar hokimining tegishli o'rinbosarlari, shahar bo'lim va tashkilot rahbarlari ishtirok etdilar hamda ommaviy axborot vositalari ham ishtirok etdilar. 7-chaqiriq Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 27-sessiyasini chiqarish to'g'risida kengash raisining 2026-yil 19-iyundagi 7-10-150 KF/26 sonli farmoyishi 19-iyun kuni shahar kengashi deputatlari Telegram guruhiga kun tartibiga kiritilgan 8 ta masalalar bo'yicha qaror loyihalari hamda xabarnoma yuborilgan. Sessiya davomida barcha masalalar yuzasidan deputatlar fikr bildirdilar. Tegishli doimiy komissiyalar xulosalari eshitildi va barcha qarorlar bir ovozdan qabul qilindi. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 27-sessiyasi kun tartibidagi masalalar to'liq ko'rib chiqildi. Rahmat. Barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish bo'yicha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, shu bilan Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman.